Mana akalar, joyda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa tinchmisizlar, omonmisizlar. Somon sizonlar ham tugayapti. Mana sizlarga daladan bir chiroyli qilib video qilib beramiz akalar. Xudo xohlasa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Press jarayonlari ham boshlandi. Narx-navolarni bir qator tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Xudo xohlasa bittadan like bosib turamiz akalar. Mana akalar, somonda bosilish jarayoni zo'r. Xudo xohlasa presslar 20-30 kilo chiqadi behajolat. Somonlar mana bosilinib, nima qilinyapti, presslanyapti akalar. Presslanib kecha o'rilgan. Kecha mana o'rib ketilingan. Hozir presslab turgan jarayonlarni olib beramiz. Mana akalar. Daladan deydi. Daladan mana. Свежий. Mana o presslayapti. Hozir bunisi tomonga o'taylikchi. Bunisi tomondan yursa, bunisi tomondan olib beramiz. Qaysi viloyatda somonlar narxi necha pul bo'lyapti akalar? Yozib ketinglar shuni. Kim qayerdan kuzatyapti? U tomonlarda somonda narxi necha pul bo'lyapti? Mana akalar. Yerda ichidan. Ama press vahi udar ekan bori akalar. Chempionlardan. Akalar mana press jarayonlar chiqyapti. Xudo xohlasa. Mana. Aha. Mana 1 metr bemalol. Ay buni vesa og'ir ekan. Bu aynan 25 atrofida 25 kilo chiqadi bu. chiqadi. Nima yoki aka o'ta zishlangan ekanda pressa. O'ta ham necha gektar bet? 1 gektar oshmi? 1,5. Nechta chiqadi betdan taxminan? 400 tacha chiqadimi? 400 tacha chiqadi. Zo'r ekan lekin pressa. Mana akalar. Pressa. Aha. Az. Press zo'r ekan. Aqa borish kerak. Ho, aqa borib kelguncha. Mana ekan. Buni baribir qani kilosida-da, hali bir xilga 10 mingdan 12 mingdan olyapmiz deyapti. 10 kilodan 10 kilo, 12 kilo ekan o'sha samonlar. Bu вообще og'ir. 25. Kam 20 kilo. Aytishni oshiq. Press qilinyapti. Presslar qilinyapti. Ana amakam degan o'xshashga. Kelar o'sha narx-navolar yozib ketinglar. Qaysi viloyatdan kim ko'ryapti? Narxi qanaqa chiqyapti bu tomonlarda press narxi. Shunday. Ama o'ta ham zich ekan akalar. Bet 1,5 atrofida gektar bo'lsa, bitta 150 ta shunaqa chiqarganda, 150 ta. Mashina qayga chiqadi. Свежий joydan ekan. O'tlik. Bo'yi 1 metr shunaqangi bo'lsa ham, lekin juda ham zich ekan lekin. Juda ham zid joylashgan akalar. Zichlashganda. Mahkam qilib, Xudo xohlasa mana qushlar ham maza qilyapti, donlar terib yeb. Akalar, hammaga rahmat.
Mana shunaqangi gaplar, bir yerdachidan kontent qilib beray dedim sizlarga. Xudo xohlasa mana bu tomonda salqin tomonlardan ham qilinganlar bor ekan. Bilasizlarmi? Zo'rang. O, nima ham katta preslar o'zi. Akalar, hammaga rahmat. Sog' bo'la, salomat bo'la.